Assalomu alaykum. Deno Qassob servis kanalimiz a'zolari, mana mijozlarimiz kelgan ekan. Xudo xolasa mana 54 kilo qo'yimiz chiqdi. Jo'yasiga hozir to'yib natijasini ham aytamiz nasib. Mana aka, jo'yasi 54 kilolik qo'yimiz 33 kilo 800 keldi. Mana aka o'sha qo'yimiz. Yo'qlar, charlar tortilgan yo'q. Jo'yasi charisi tortilgan yo'q, hamma narsasi toza. Go'shini o'zi 33 kilo 800 keldi. Mana 54 kilo jo'yasi qilgan qo'yimizni 33 kilo 800 qildi mana akamiz o'zi, klientimiz. Mana o'pka jigar hech narsasi tortilgan yo'q. 33 kilo 800 gram bo'ldi. Toza go'shti. Toza go'sht. 54 kilo joy besidi. Qancha pul berdingiz aka bizga? 4600 berdim. Endi shularni 33 kilo 800 shu go'shtni yog'i hammasi ichida shu. Qassobga bir so'm pul berganingiz yo'q, Yo'q, qassobga bir so'm maydalar, shuni xizmat o'zlaridan ekan. Jigar qo'shilgani yo'q. 33 kilo. Uni shunday olib ketyapsiz, to'g'rimi? Hamma narsasini. Hammaga rahmat. Akamiz aqiqa qilayotgan ekan. Yaxshi kunlarga, ehsonga, xudo xolasa. Yaxshi kunlarga bersin. Rahmat akajon, sog' bo'ling.